Hürmetli vatandaşlık siyerlerimizde başlayımız. Bugün Çin sağış 2020 yıl 10. ayının 30. günü hafta gücüme. Bugün bu ikinci mavzu mundak vatandaşlar. Amerika Qo'shma Shtatlari amaldorlari Birleşken Devletler Teşkilatı'nı tanqid qilib, Şinjan masalasiga parvo qilmadi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 10. ayının 30. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerikaning xonim-qizlar ishlariga mas'ul alohida elchisi mundaq ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı yeterli harakat qo'llanib, Jungo Şinjan rayonida, yani mustamlik Uyg'uristonda musulmon Uyg'urlarni va boshqalarni xo'rlayotganligi to'g'risidagi xabarlarni tekshirib chiqmadi. Amerika Devlet Mahkemesi yer shari xonim-qizlar masalasi elchisi Kelly Kari majburiy tug'ut cheklash, ailelerge besip girip tekshirish hamda Nazarband lagerida haqorat qilish to'g'risidagi xabarlarni naql keltirib, bu xabarda xonim-qizlarga qaratilgan umumiy shaklda xabar qilish bo'lib hisoblanadi. Kelli Birleşken Devletler Teşkilatı'nı ayıplab, Kelli xonim Birleşken Devletler Teşkilatı'nı ayıplab, nayt keng ko'lamli kishini xotirjam bo'lolmaydigan, kechiringlar. Kishi xotirjam bo'lolmaydigan kishilik huquqqa tajovuz qilish harakatlariga qilchimi qiziqmaganligi sababli Birleşken Devletler Teşkilatı men buningdan afsuslandim deb ko'rsatdi. Delazar Indoneziyada ziyoratda bo'layotgan Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo haftaning 4. kuni, ya'ni 29. kuni Musulmon yoshlar tashkilotiga nutq so'zlaganda Indoneziya xalqini Jungoning musulmon Uyg'urlarga muomala qilish usuliga qattiq maydon qo'llanishga chaqiriq qildi. Indoneziya hukumati Beijingni tanqid qilishdan izchil ehtiyot qilib keldi. Bu qatam Prezident Trump hukumatining musulmon davlatlarni qoyil qilib, Beijingning Şinjan siyosatiga, ya'ni mustamlik Uyg'uriston siyosatiga xiris e'lon qilishini sinab baqishdi. Haftaning 2. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi bir turkum senatorlar qaror loyiha o'tirg'i qo'yib, Şinjanda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda hozir yuz berayotgan voqealarni irq yo'qotish deb bekitdi. Bu qaror loyihani o'tirg'i qo'yish qatnashgan senatorlar Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi senator Jim Risch ve Kengash palatasi istihbarat komitetining muvaqqat raisi senator Marco Rubio ve senator John Cornyn qatorliqlar Davlat Majlisi a'zolari edi. Prezident Trump hukumati ma'muriy doiralar xabarlariga asoslanganda Jungo hukumatining Şinjanda Uyg'urlarga xo'rlash bilan muomala qilish harakatlarini rasmiy irq yo'qotish jinoyati deb bekitishni o'ylashyapti. Prezident Trump hukumati Onunda o'tgan hafta Davlat Majlisida partiya guruhlaridan alqıgan oldi ishga partiya a'zolari Davlat Mahkamasiga xat yozib, Amerikada ma'muriy organlarning Uyg'urlarga siyosiy musofirlik salohiyati berishini o'ylashib ko'rishga haydakchilik qilgan edi.